eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Aka, bu O seni yana Ruchang deb keldi o deyman. Bu ishni izchil g'alit his qilgan edim. Fan Ruchang degan bu odamning sizlar bilan qanday kuchli o'cha davoti bor edi. Hatto Ruchang o'xshash bir kichik bolanimi qo'yib atmagidek. Hozir qarasam, u Liu Tianlongga xizmat qiladi ekan. Uni sizlarni qo'g'lab o'ldirmoqchi bo'lishdagi maqsadi sen 16-nomerda qasrda aytgandek undaq oddiy ish emasda qiladi. Ya'ni kele kesib ayta olmaymanki, Ruchang seni jihaning emas. siz Men qanday qilib bilib qoldim. To'g'rimi? Agar sizlar yaqin tuqqanlar bo'lgan bo'lsanglar, Ruchang seni hargizmi tog'a deb chaqirmagan bo'ladi. Bola degan hargiz yolg'on so'zlamaydi. Sen mendan bir ishni yo'shiryapsan. To'g'rimi? bu men Hozir bu paraxodga oz deganda 10 necha odam tapancha esib chiqibdi. Faqat qarong'uchisilar ular harakatni boshlaydi. ha, qo'l salamda. Sen obdan bilasan. Mening sana yordam qilg'imba. Biroq har qanday odamning ish qilish prinsipi bo'ladi. Men buning sirtida emas. Hech bo'lmaganda sizlarning nima uchun mening yordamimga muhtoj bo'lganliginglarni bilsamli bo'ldi. Agar sen bu tarafini menda yo'shirdigan bo'lsang, undaqda menga hojiting tushmaydiganligini bildirdi. Aka, men Agar ishlar shundoq bo'lsa, men sana faqat o'zingga ega bo'l deyman. hey, aka. Togo. Ruchang, qanday keping bo'lsa, tog'angga degin. Haqiqiy ismim Xuruchang. Xuruchang? U bizning Chingshu Pogo janubiy taraf boshlig'i Xo'janing o'z o'g'li bo'ladi. Nima? Ruchang Xo'janing o'g'limi? Shundoq. Xo'jani boshqalar o'ldirib atdimi? Shundoq. Bu qachongi ish? Tunugun kech. Menga xabar yetkazgan mening yaqin og'inam edi. Shu vaqtda u naq maydonda ekan. Hokamning o'ldirgan jarayonni bir-birlab so'zlab berdi. Xo'ja G'arbiy Janub tavallikidagi eng qudratli shaxs edi. Bir ishlarni bajarganda nihoyat rahimsiz ekanligini olgan edim. Uning mol-mulki, kuch-qudratini qo'ysak, hech kim tankilamaydi. Chungdu shuningdek yaqin atrofdagi har qaysi pristallarda, har qaysi tashkilotlar uning chiroyiga qarab ish qiladi. Uni qandaqsiga boshqalar o'ldira olsin. To'g'ri dedingiz. Sirtkilar uni o'ldirmoqchi bo'lsa, bu mumkin emas. Biroq bu qatim uning qo'l sag'allar, uning o'z odamlari. Liu Tianlong? To'g'ri. Liu Tianlong bizning Chingshu Pogo'dagi ikkinchi qo'l boshliq. U har kuni hokam uchun paypota qilib ishlab, uning ishonchiga erishib olgan edi. Uning bunday har qanday qilishni o'ylab boqmas ekanman. Bu zot qandaq ish? Men yana boshdan so'zlab beray. Oldingi kunlarda 9-pressdan bir cho'ng savdoni qo'lga olgan edi. Maligisi bizni nihoyat ko'p oltin xajlab, sharq shimoldan muhim bo'lgan bir turkum molni cho'nchiga yo'tkab berishga taklif qildi. Savdoda bitish bo'lgandan keyin Hoakam Ruchangning hammasi jinyuni bir necha usti mahir qo'dg'uvchilar bilan qo'shib, sharq shimolga molni yo'tkab kelishga avatdi.
Dastlabida ishlar nihoyatda o'ngishli bo'lib o'tadi. Biroq 2 kunning oldida Xo'akam kechada yig'in ichib, ko'pchilikning oldida bu savdodagi mollarni tutib qolmoqchi bo'lganligini bizga e'lon qildi. Nimishqa? Konkurs sababini men bilmayman. Xo'akam bu ishni e'lon qilgandan keyin tashkilotdagi nurg'un birodarlar rozi bo'lishmadi. Bo'lib, pul chiqargan mol egasi hargizmi bo'ldi qilmaydi. Tunugun kech, u Xo'akini 9-pristandagi 12-doqqa ko'rishishga taklif qildi. O'ylamag'an yerdan u Liu Tianlongni yoshirin setib olibdi ekan. Liu Tianlong akamning yendagi qo'g'dug'ichilarning hammasini o'zining yendagi qizil oyoqlarga almashtiryapti. Demakchi bo'lgan qatillarga. Bichara Xo'akam. Hech nimani anqiramayla bu bir top ablahlar qo'lda dok ichida o'lib ketdi. Jahon, mana shunday razil. Ro'chang, kela. Yig'lama ha. Keyinchi. Xabar yetkazgan inimdan anglashimcha, Xo'akini o'ldirib bo'lgandan keyin Liu Tianlong butun pristonni o'ngtay-to'ngtay qilib oqtirib chiqibdi, lekin molni topolmabdi. U bu mollarni cho'ng-cho'ngga yutkab ekanmay, cho'qmi uning hammasi Jinyu, Yibingni yushirib qo'ygan deb qaraydi ekan. Aha. Ishlar mana shundoq. Xo'akam 5-6 kunning oldida Yibingga odam boshlab ketgan. Bizga o'z qo'li bilan bu mollarni cho'ng-cho'ngga yutkab kelganligini aytgan edi. Biroq u qaytib kelgandan keyinla bu savdodagi mollarni tutib qolganligini e'lon qildi. Yana kelib Jinyumo cho'ng-cho'ngda bo'lmagandan keyin Liu Tianlongning gumonini qo'zg'atib qo'ygan gap. Uning maqsadi Ro'changni vosita qilib, Jinyuni tanglikda qo'yib, molni chiqishga qistash. Baxtga yarasha heliq enim oldin ola bizga xabar yetkazib qo'yganligi uchun biz qochib chiqa oldik. Jinyu Yibingdi de kesib aytalamsan. Jinyu mol yetkazishga mas'ul. Agar u cho'ng-cho'ngda bo'lmasa, cho'qim Yibingni bo'ladi. Bu mol zodi qandaq narsa? Her ikkili tarafning ishini cho'ngaytib atgan. Faqat mol egasi Xo'akam, Liu Tianlong va Jinyu qatorliq 4 odam biladi. Hay, mening degim yo'q emas. Bilmayman, bu zodi qandaq mol bo'lg'aydi. O'z hayotidami kechkidak. Bechor Xo'akam haqiqatan nahaq o'lib ketdi. Ondaqda mol egasi kim? Buni texmi bilmayman. Anlashimcha bu mol egasi bak misrliq ekan. Hatto Xo'akam uning haqiqiy salohiyatini bilmaydi ekan. Aha. Men bu Xo'akamdan angladim. Ondaq sen Ro'changni elib, Yibingga bag'ының bilan Jinyuni topalishing tasga tushgudek. Bizning Yibingda bir maxfiy aloqalash o'rnimiz bor. Xo'akam hayot vaqtida bir peshkanlik kelib qolsa deb tayyorlab qo'ygan. Faqat Ro'chang bexatar u yerga yetib kelsa, menimcha Jinyu biz bilan ko'rishgili keladi. Hozircha ahvol nihoyat xatarlik. Agar ishlar rostla sen degandek bo'lsa, undaqda Liu Tianlongning paraxodga chiqishi Ro'changni qo'liga tushirib, Jinyuni molni topshirishga qistash. Undaqda sizlarning hayotinglarga vaqtincha xavf yetmagidek. Undaq bo'lmasa, ishlarni tasavvur qilish to'liq qiyinga tushadi. Uning ustiga paraxod ichiga nurg'unlagan qotillar to'plashgan. Ular birlik qo'l solsa, bu paraxod osonla ularning kontrolligiga o'tib ketadi. O chaqda bizning boshqa amalimiz qolmaydi. Undaqda qanday qilsak bo'ladi? Avval bizning qiladigan ishimiz Liu Tianlongning qanday plani borligini tinglab beqish. Bu tarafi bakmi muhim. Aytmoq oson, qilmoq tasta. Bu tarafini qanday qilsak bilib olamiz. Kela.
Qara bunun yamanlıqını. Odam To'xta. bor. Yana qistonsa putun chiqmayman. Bo'ldi. Kaç baqa qani. Qacha. Efendi. Meni Efendi qara. Bu paraxotning jamoat ishlarini bajargan o'rin. Mehmonlar bu yerga kirsa bo'lmaydi. Hamsa chiqib ketaylik. Voy! Kaç baqa qani. Putun chiqmayman. Yana qacha. Qani qochmamsan. Qara bunun yamanlıqını. Voy! Ha, bu paraxotga turib yo'lning xaritasi ekanda. Ha. Sizlar ko'rib beqinglar. Bu rat paraxot ichki qismidagi shamol o'tish turib yo'li. Bu shamol o'tish turib yo'li paraxotdagi har qaysi o'ylarga tutishadi. Har bir uyda birdan 2 gacha shamol o'tish turib eg'izi bor. Yo'tyalloning alayda mehmonlar kutish uyimi moshining ichida. Bu yerga kirishning birdan-bir amali mana bu yerdan shamol o'tish 3-qavatga o'milab kirish. Paraxot ichidagi shamol o'tish eg'izidan uy ichiga kirsak bo'ladi. Ha. Men tag'i sizni paraxot ichki qismidagi turib yo'lning xaritasini ilib nima qildig'ini deb o'ylabdiman. Aslida buni uchun ekanda. Faqat mushunda qisaqlar, ularga to'ydirmay, ularning yendi paydo bo'la olamiz. Bu nihoyat yaxshi plan bo'pti. Biroq siz buni qanaqa o'ylab topdingiz? Yo'tyallon, uxlab tushdim o'ylab boqmoq bo'g'aydi. Aka, men boray. Shamol o'tish turib yo'li to'liq tor. Sen tafsil qarab boq. Xaritada o'lcham ko'rsatgich bor. Ha, 80 sant egizlik, 50 sant kenglik. Yosh quramiga to'shgan odamning bu yerdan kira olishi qat'iy mumkin emas. Undaqda Ruchani bosim demoqchiman. Men boray. Hozir mushunda qilmay amal yo'q. Ruchani Yo'tyallonning uyiga kirib, ularning gapini o'g'irlikcha angladimi deyli. Biroq u nima degan bilan bola tursa, bu gaplarning ma'nosini tushunib ketishidan atayin, anglaganimni bekorga anglagan bo'ladi. Uning bag'ina foydasi yo'q. Men Ruchani shamol o'tish eg'izidan alayda mehmon kutish uyiga kirsin deganim, ularning gapini anglab chiqsin deganligimni bildirmaydi. Amsa sizni demoqchi bo'lganingiz, u uy ichiga kiribla derizani ochib asla bo'ladi. Men paraxotning sirtidan 3-qavatga yomishib chiqib, derizani uy ichiga kiraman. Aslida bunday ekanda. Men texi Ruchan, qila olamsan. Qilaman. aqlliq. Aqlliq bola. Cho'qim yo'lni esingda ching tutib ol, ha? Buning qara. Bu yerdan kirib, oldinga mansang, och yo'lga uchraysan. O'ng tarafga burilib, bu yerdan ustiga qarab yomishib, so'lga burilasan. Ondan 3-qavatdagi alayda mehmon kutish uyiga yetib borasan. Buning qara. Buning qara. Mehmonxonadagi qo'l yuvish uyining ustida bir shamol eg'izi bor. Shamol eg'izini ochib, uning ichiga tushib, qo'l yuvish uyining derazasini ochib olsang bo'ladi. Ondan yana asliga yo'l bo'yicha qaytib kelasan. Tushundingmi? Tushundim. Ruchan, sen xaritaga qarab, ma'noga yo'llaringni yaxshi ko'rib ol, ha? Ma'qul. Kela. Havo o'tish yo'lining kirish eg'izi paraxotning par uchiqining oldidagi ishxonada. Biz Ruchanni ashyadan uzitib qo'yamiz. Amsa hozirlamayni. Hozir sizlarning ishik oldida cho'qim bavakining odamlari qarab turadi. Ha?
Şuna biz bölünüp qolsalaylı. Ben işikten çıkıman. Sen ve Ruçan derizde masıla. Birdemlik keyin paraxod aldı girişatga do'shtirishayli. Bo'ladi, tushundim. Sizlar ma'lum. Sen bu hakkı xabar qil, men bu yerda turib turaman. Akamiz bormi? Ichida orom elyotidi. Uxlab qoldimi? Yo'q. Aka, Kim? men Vuchao. Aka, sening o'ylig'ingdek bo'pti. Jinbiya bilan o'shimdak rastilla mush paraxod ekan. Bugun sening fikring bo'yicha qo'l ostimdagilarni Piristanda maxfiy kuzatishni aytgan edim. Qo'l ostimdagilar o'shikisdan mush paraxodga chiqqanligini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Tangrim o menga yordam qilyapti. Ben burunla ularning cho'ng-cho'ngdan ayrilib, yibinga berib, jinini izlaydiganligini faraz qilib bo'lgan. Nima degan bilan to'g'ri o'ylabdi men. Yo'l shuncha kangri to'sa, shu yerda mangmay. Men bilan birga do'zaxga yiqilishib kelgani nimasi? Rastilla avliyodak o'ylaydi ekansiz. Men aniqlab tushdim. Ular odatdagi mehmonlar tushadigan 6-yataq uyda ekan. Odam avatib ularni kuzat. Hargiz qochib ketmasin. Xotirjam bo'ling. Men birodarlarni ko'z chiqib o'rlashtirib qo'ydim. Agar shapi bo'lsa, men xabar qiladi. Nayt yaxshi. Ular bo'lsa, jinnining molini topshirib bermasligidan qo'rqmasaqmi bo'ladi? Esingda bo'lsin. Yerim kechirib qolsanglar, boshqa odamlar sezib qolmasin. Xo'p. Biroq Ayta. ko'zda o'tgan birodarlarning deyishicha, tununkka jinbiya va hiliq shumtakni qutqizib olgan egiz bo'yliq odamni ular bilan birlikkan. Avarchilik terib beremdikin deb qo'rqyapmiz. Ular qancha odam? Bir ikki ayol. 3 ta odammi? Chunki polkadagi nomi chiqqan Fong Wuchouning 3 odamning dastidan qo'rqib chashqandek bo'lib ketishini o'ylab boqmabdi ekanman. Yana kelib uning ichidagi ikkisi ayol kishi. Sana desam Wuchou, agarda bu gap sidqi tarqilib ketsa, seningcha 9-nomerlik Piristonning yuzini to'ksam-ku deyman. Siz bilmaysiz. U egiz bo'yliqning yuragi qopdek bor ekan. U tununkash 10 necha birodarimizni urib yerga yiqitibdi. U degan sizlarning qora kelmasliginglar. Qarab baqa, bugun paraxodga chiqqan odamlarimiz qanday odamlar? Tashkilotning yaramliq azmatlari, ishdi demsan, kompida demsan, har qanday odam besib tushidi. Yana sen nimada qo'rqsan? Agar u ablah yana ishimizga aralashadigan bo'lsa, uni o'ldiraydilar. Xo'p. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Bolangiz texkamidimi? Yo'q, texi. Ben onu bugün malını topshirman deb aytgan. Biroq biz to'xtamga amal qilmadik. Balkim u ochiqlanib qilishi mumkin. Bugun atdigan odam avatib, uning bilan mush paraxtni ko'rishdiganligimizni aytgan. Biroq necha soat o'tib ketdi. U texchi o'zini oshkorlamadi. O paraxtga chiqdimi yo'q? Aka, u bu mollarga shunchalik ehtiyojli tursa, menimcha unday qilmas. Unisi shu. Wuchou, birodarlarga buyruq tushir. Jinbiya bilan yeliq shumtakni turk tutib kelsin. Xo'p. Keyingi ishlar ularning hamkorlashishiga bog'liq. O'ylab boqmabdi ekanman. Xo'ji degan qiyri tulka mening ko'zimni bo'yab, o'zi qaytib keldi. Texim mollarni yibinga qo'yib, jinnining boshqarishiga topshiribdi. Menga va mol egisiga ishonmabdi ekanda, rostilla razil xand ekan. O bunda qilsa, men topolmay qolaman bu. Uxlab tushing. Bu qatim men qo'l ostimdagi eng yaramli birodarlarni boshlab mandim. Hiliq shumtakmi? Mening qo'limda. Jinni yerdagiga mumkin olgan bo'lsa-mu, men uni qo'lab chiqaman.
ikimiz qo'l tiqqandan keyin u jinni yudigan qanchalik bir nima etdi. Menimcha bu qatim malni cho'qim qo'lga tushirmiz. ishni cho'qim tez qilishimiz kerak. Vaqt qancha keyinga surilgan sari biz uchun xatar ko'p. Bu qatimqi moligisi bilan o'ynash qilib bo'lmaydi. Ular mendan foydalanib xo'jini o'ch o'tirayotgan yerda cho'qim menga taqobil tura oladigan yaxshi moli bor. Shunlashqa cho'qim tez suratda malni ularning qo'liga topshirishimiz kerak. Shunda qilgandilar avarchilikdan saqlanib bo'ladi. To'g'ri. Chong aka, Tayyorlik bitdimi? Buning ichi paraxodning skilati. Tushaylik. Mana bu turbu iyi. Havanın tutuşturup yola çıkmışın içine. Çok olmuş ya şu. Ro'cha, sana bağlıq bo'lib qoldi. Esingda chiq tur. Agar ustida yorug'liq bo'lsa, qo'lchakni o'chirib atgan. Bora. Nega bordingiz? Nimaga yo'qolib ketdingiz? Nima deb keldingiz? Kelsam nima ish qilmaydi ekan? Degan tushdan keyin menga aytgan so'zlaringiz esingizda bormi? Sizlar ishkinglar paranglashsanglar, men cho'qim kelaman. Shundaqmi? Undaq emasmi? Siz yana agar sen mushundaq ahvollarga yo'liqsang, cho'qim anglashni texmi yaxshi ko'rsan dedingiz-ku? Albatta. Hozir ikkimiz paranglashayotgan. Birdan keyin kelsangiz bo'pti ekan, bo'landi. Siz bu ablah rastal yaxshi narsa emas. Siz rastala qiziqchi ekansiz. Yana nima deb keldingiz? Ikkimizning paringini anglab baqay debsiz-da? Nima?
Sizga hamroh bo'lishimni xohlamamsiz? Yolg'iz o'ltirsin nima degan azob. Hay, kirishga bo'lmaydi. Men sizga rostlik qo'l qo'ydim. Boshqalar sizni nazarga ilibmi qo'ymasa, necha soat bu yerda jafo chekib saqlab o'tirdingizmi? Qaltiskansiz. Men xohlayman. Sizning nima qaringiz? Bu xuddi qo'li yetmagan shaptol ochiq bo'ladi degandek ish bo'ldi-da. Amaliyotda u bir qatim qaytib kelgan. Shundaqmi? Undaq siz boyatin ishini ochganda nagi bording, nimishqa yo'qab ketsan dedingiz-ku, ha? Hamishlarga aralashadigan oqsoqol ayolkansiz. U chiqib ketadigan chaqda uyning ochiqchini qo'ymabdi ekan. Men saqlamay qanday qilaman? Rost gap qilsangizlar tugimamdi. Bu ablaqqa o'zini o'ylagan. Meni yolg'iz bu yerga tashlab qo'yib, o'zi qayerlarda lag'aylab yuriydi ekan tam. G'alati ish. Shuncha uzun vaqt bo'ldi. U zot nega bordigandi? Hay. U tanishlarga uchrab qoldimi? Mumkin emas. Uning cho'ngchingda aslida tanish yo'qdirsa. Nimandaq aniq deysiz? Biz birga turayotgani uzun bo'ldi. Shung hamma gapini menga deb berdi. Shundaqmi? Undaq bo'lganda ekan, siz yolg'iz bu yerda saqlab turing. Men hargizmi sizning aldam xaltangizga tushmayman. U sizga hamma gaplarini deb bersa, undaqda uning nima ketganligini nimishqa bilmaysiz? Men ma'qul. Men siz bilan birga saqlayman. Ahvol bormi? Yo'q. Amsi yaxshi, sagak bo'linglar. Şunaydı. Bo'ldi, hech ish yo'q. Bo'ldi, ketaylik. May.
Aka, Rucha, bu ishni qila olammi? Agarda Xotirjam bo'l. Savrchanlik bilan saqlaydi. Yo, tiyallon kep bo'lgandi. yantiratdi ko'yda. Vaqt to'shdi. Mayli. Kara. Aka, Anara. Malekis keldi. Tez, ularni ustiga boshla. Ular eshikda edi. Ular qanday chiqdi? Ular yandagi benamirlik uydiga. Shunki kemaga chiqqan borganda. Sizlar chiqib turinglar. Xo'p. Tez bo'l. Ularni boshlab ko'r.
Tönögüngaş sizge aytib qo'ygan. Bugun eng oxirgi chek. Men dek sizni meni qanoatlantiradigan javob beramdikan deb saqlab ketibdiman. Ay, Tellon inem, meni bakmi ümidsizlantirdingiz. Ha, men rastilla o'ylab boqmabdi ekanman. Xo'ja mallarni yibingni qoldirib qo'yibdi. Sizmo yibinga qarab yo'lga chiqib, malning izdirigini qilmoqchi, shundaqmi? To'g'ri dedingiz. Men dek sizni meni nimandaq paraxodni ko'rishga chaqirdi ekan debdiman. Aslida o'sha ish uchun kenda. Bilamsiz, bu paraxod men uchun faqatla muvofiq emas. Ha? Nima uchun? Qanaroq? Shab va'da qildi. Rucha qaytib kelganmidi? Meningcha, u emas. Birdam saqlayli. Hay. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Nima ovoz bu?